süt emgen asli güzel dünya degen asli şirin hayat degen hayran kılıp özbektin insan özü ham süt emgen Qane ballarım. Obdan kesler. Öy kirayli mağla. Bo'ldi. Mağla. Uxlaydi, bilan. Qani bova. Kira. Ha, mağla. Ha, dada, siz avvalmang. Bo'ldi, yig'ilma, bilan. Oy, Qizim, bu yerda o'tiribsan-ku. Jira, öy kirib ketaylar bolam. Ma'qul. Qani, ballarım. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Ha, uyga mangay. Qani dada, qani. Ha, mangla. Qani kiringlar. Ha? Kiringlar, Ha, qani. Ha? Qani. Ha. Qani. Kira. Kirasizlar. Jira, bolam. Amin. Allahu akbar. Allohu akbar. Hayitonglar muborak bo'lsin. O'zingizdan bo'lsin, bova. Aymonlar muborak bo'lsin. O'tiringlar. Sağlıcak oxşatda. Yetib tayyorlig'inglar yaxshi bo'pti, juma bova. Ha? Qani, ag'ash o'tiringlar. Ekketsizlik. Qani, bolam, oz bo'lsinmi hayitlar. Rahmat dada. Dadisi? Voy, dadisi! Ha, mana men. Choy ichibsizlar? Ha, ma'qul.
Kesla. Qo'llarini yuvasla. Rahmat. Charchab qolganlar. Bir piyola choy ichib olsalar. Yelimo besh charchab ketdilar. Aram asla. Bir ömür jafo tortib, ko'chat tikib, iyilik barpo qildilar. Cho'nglar ko'chat tiksa, rohatini balla ko'rar degan gap bor. Balalarningmi o'ziga tushliq ishi bor emasmi? O'zim qilay. Mush bag'vorlarning hammasi balla uchun emasmi? Bizdan qolsa ballaga qoladi. Hajab mağdursuzlanıp ketibatımın. Saqıyalaman bu. Men ko'z yumib qalsam, dadısı yalqısırab qalam. Ya. Ballarım dadısının halidan obdan xabar aladı. Bu öyləni sağıca qançalik jafo tortdimi? Əmdilikdə bularni tashlab ketanmanmi? Balalarimiz bu uyning chirig'ini o'chirmasa. Do'rini ichib olinglar, opasi. To'la o'ylayvermay. Obdan armeninglar. Qani. Ha. Rahmat. Astaroq, asta. İşi pek ağır. Papa, çay sila. Mijozinglar qandoqroq? Doktorga apiraymi? Xeyli yaxshi bo'lib qoldim. Qizim, bola uxlab qoldimi? Qani o'tiring. Ko'nglar tan saqlab zo'r boyliq deb to'g'ri debdikan. Menda navramni ko'tagidek mag'dur bo'lmasa. Bu nechiz kasaldan qachon qutulaman? Meni yo'lab Ma'qul. Asta tursizlar. Asta. Bag'rimni ko'ray. Ma'qul bo'lsa. Asta, asta. Qizim, uyga kirib keting. Ma'qul dada. Asta mana, asta. Bu yil mevalar xeyli o'xshabdir. Boqqa, uyga qarasam, ko'nglim ichilib qoladi. Bizmi ko'p qiyinchiliklarni yengib, bolalarimizni qatoriga qo'shib, uylik o'choqlik qildik. Endi og'zimiz oshib tugayguncha shahsiz bo'lib qoldi. Undoq demanglar. Ko'nglimdagi yerim bo'libdi do'tasi. Bo'lmag'ir xiyolda bo'lmanglar. Sizlar texi uzun yashaysizlar. Bir obdan turibmansizlar. Mana o'zinglar meni boqich qoldinglar-ku. Navrilarimizni emas, chavirlarni-mi xato qo'shsizlar texi.
Ig'ir kunlar orqamizda qoldi. Balalarimizmi qatog'i qo'shildi. Ig'irimizni yeniq qilib, qo'limizga qo'l, putimizga put bo'lyotdi. Aram olsanglar, yaxshi bo'lib ketasizlar. To'g'ri, men bolalarimdan faxrlanaman. Mehribonning aytishicha, Ahmadjon shaharga yetdi. Bo'simishada qip qilib, yenimizda ishlasa yaxshi bo'ladi. Ahmadjonning xizmatini shaharga yetkazsa, necha oyda bir kelalaydi. Ro'shangilmo jiroq to'y qilib, necha oyda bir kelyapti. Ahmadjon o'sha yerda ishlab qolsa yaxshi bo'ladi. Xizmat ehtiyoji qayerda bo'lsa, shu yerda ishlasin. Ahmadjon yetkelsa, shahardan bir yurish uyab birayli. Balalar qayerda xizmat qilsa, turmushi xotirjam o'ssin mayli. Bo'lmag'ir xiyollarni qilmanglar, opasi. Voy, nima bo'ldinglar? Qo'rqitmanglar-chi. Ko'zim bo'ldinglar? qo'shib ketyapti. Doktorga praymo. Qo'rqitmanglar-chi, opasi. Beshimdek og'rib ketdi. Opasi. Meni qo'rqitmanglar. Opasi, meni qo'rqitmanglar. Opasi. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين آمين. Opanglarning qabrisini yo'qlab turinglar, balalarim. Vallahi esenmisiz bu? Kichik maktab ketdi. Rahmat. Jonachim, Kirib qoldi. qizim ishlarni qanday qilib ketdi? Mush qiynatdan joyini qilib bardi. Shundaqmi? Texvali o'sha uyning bolasi bo'lgandan keyin hamma narsa sizlar qolmamdi. Men shuni tushunamadim. Vali shu uyning bolasi bo'lgandan keyin uy joyi bog'varan mal dunyolarning hammasi sizlarga qilish kerak edi-ku. Acham to'g'ri deydi. Yog'lim gaplarni qilib, qiynataning ko'nglini ol. Eronning oldida bir xil, qiynataning oldida bir xil bo'l. Lekin Valining unda qig'isi yo'q. Uy ayirib chiqib ketsak, ishlarimiz yaxshi bo'lib ketadi deydi. Hech nega chiqmanglar. Uy ayirib chiqib ketsanglar, topgan tagininglarga uy salamsizlar yoki jininglarni boqamsizlar. Ayrim o'ltirsanglar hamma narsalarni talqib beramiz deydi. Vali bo'lgandan keyin uylar sizlar qilish kerak-da. Bu uydan hargiz chiqmanglar. Gap qo'shindaq, lekin qiynatdan kichik kelinga o'ligidek amroq. Qachonlik qarsa og'zini tushirmaydi. Ishki gapning birsi bo'lsa, kichik kelindan uyg'oninglar ol degan. Qaysi yeri yiqib qoldikin o'satlang. Ahmadjonning uy ayrig'isi bor ekan-ku. Shu chiqib ketsa bo'lmadimi? Qiynati deganga hada tashlab bersang, mu xush yiqib maydisiga mol dunyoni besib yetaverdi.
Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Qani kasila. Bo'ldi, qo'zg'almisizlar. Kasila. Bo'ldi. Tinchlikmi? Obdan turdingmi? Oltaslar. Qani, sizlar oltasizlar. Salomatliklari qanaqroq? Obdan. Qani, choyga baxsizlar. Sizlar bilan ko'rishmagili uzun vaqtlar bo'ldi. Sizlar bilan mo'nishib kelay deb kelib edim. Obdan ketdilar. Obdan bo'pti. Qani. Asla. Qani. Qani asla. Ya xoto. Hey! Ma'nın g'amidi yo'qmi ya turg'unni? Hey! Gap qilyapman. Sana 100 kerakmi emasmi? Ha? Men ko'ch-ko'yda bo'layotgan gapdan xabaring bormi yo'q? Hozir kishilar bizni nima deyotdi, bilamsan? Ma qizini obdan tarbiyalamabdi, ha? Qaynotisiga yaxshi qarmabdi deyotdi. Sen-chi, qizimizga deb qo'ygan qudularning oldini obdan xabar olsin. Anladingmi? Bo'ladi. Men yen tarbiya qilay. Bizmi ularni yo'qlab kelayli. Maha gapani bo'ladi. Cho'ng onashning uyi keldi buni. Cho'ng onamning uyi ketdimi? Cho'ng onamning uyi keldi. Qo'shib ketdinglar, balarim. Mana keldi. Gapsizlik qilmanglar. Shunchaki. Ha, bo'ldi. Voy, qandaq ahvolinglar? Kechamon keldinglar. Qanday ahvolingiz? Voy, bolarim, qani uyga kiringlar. Qani kiraman. Apa, kiraman. Ahmetcan'ı oldi deyishni biyat ko'rdim. Nima gapda, apa? Davering. Mahallada tarqalib yurgan so'z chechaklarni angladingmi? Xabarim bor. Anlab turyapman. Lekin men nima qila olaydim? Malika o'zi bilan bolasini o'ylasa, qiynatamni o'ylamasa, kishilar albatta har xil gaplar qiladi-da. Kishilar to'g'ri deydi. Hamma aybni Malikamga qo'ysang bo'lmaydi. Shu gapning bir uchi ham tegishlik. Shahar ketaman deyapsizlar. Qaynatam bo'lsa, o'sha uyda qolamdi. Ahmetjonga degin. Maslahatlashib yiqinglar. Amal bo'lsa shahar ketmanglar. Qaynatamning holidan xabar ettirmiz. Turmushga kerak narsalarni o'z vaqtida aytib turamiz. Fursat bo'lsa yo'qlab turamiz. Bir necha tal narsa aytasanlar ko'ngli xush bo'ladi demsan. Qaynatamning holidan obdan xabar olgin. Bu umrlik burchinglar. Sen bu ishni obdan o'ylan. Qaynatam shaharga kelgan bo'lsa, shaharda ishlanglar. Qayerda tursanglar, turmushinglar xotirjam bo'lsa, xushal deydi. Uning ustiga Malika bolalarimni xorlab, faqat sig'dirmayotdi. Qasdan qusur izlayotdi. Biz Malika bilan bir qo'rada tursak, uyda faqat jidal qurmaydi ekan. Shunga shaharga ketaylik deyishyapmiz. Ular nima deydi ekan? Vali davomli Ahmetcanni o'qitish uchun nurg'un pul ketdi. Uyning eg'rini kishlarini dadamga yordamlash men qildim. Ahmetcanni o'qitib, xizmatga o'rinlashtirdik. U bu uyning hech qanday jafosini tatib baxmadi. Maoshi bo'lgandan keyin bizga eg'irchiliklarni sanmay, o'zinglar jininglarni o'zinglar beqinglar, meni dadam bilan bolalarni baqil qo'yinglar dedi. Balam, akukularning o'tirisiga siz kelsanmi? Qo'y bundaq gaplaringni. Sen qaynotangga yaxshi qarasang, ati o'gin sening bolalaringmi sang yaxshi qaraydi. O'tniga lab qutalam bu. Dadam berib Qudusning holini ko'rib, yuragi ezilgan holda qaytib ketdi. Uyga kelib o'zini qo'yg'ili yer topolmay qoldi. Bolalarni jafoda cho'ng qilib, o'yli ko'chaqlik qildi. Endi ularning rohatini ko'rish kerak.
Assalomu alaykum dada. Va alaykum assalom bolalarım. Yaxshi turdingizmi? Techiman keldinglarmi? Xudoga shukr. Dada, obdab turdingizmi? O'zingiz obdan topsiz qizim. Qani, uy kirayli bolalarım. Dada, salomatligingiz yaxshi-da? Xudoga shukr, mushinchilik. Voy, yenge yaxshi turibsansiz. Yaxshi turdingizmi? Qani yuqoriga aytinglar. Hammanglar obdan ketsinlar. Bizmi Xudoga shukr obdan turdik. Qizim Malikam Balla jiroqdan kelib herib charchab qolganda, suyuqsalang tamoq qilgan bo'lsangiz, veli qotandagi paqlandan birini so'ysin. Balla bilan bir dastonda tamoq yemagilimi uzun bo'pti. Bu bir yaxshi fursat. Bugun opamlarni uyga boraman deb tayyorlik qilib qo'yib ekanman. Balalar kemmigili uzun bo'ldi. Opangizning uyiga ati basanglar. Veli so'ygan paqlanning go'shining yerini olib, Xudamni yo'qlab kelsanglar bo'lmamdi. Xudamni eg'iz tegsin. Oshqan toshqan go'shtni ep bo'lmasamichi, opam go'sht ep yelaydi. Malikam, nimanda qo'pollik qilasiz? Dadam ya kichik bola bo'lmasa. Osh, tomoqnicha o'zing aytganlar. Tamoqni siz ayting. Ma'qul o'zim aytay. Uyda hech kim yo'qmi nima? Apa, qanday ahvoling? Yaxshi tirdingmi? Yomon tirdingmi? Qanday ahvoling? Yaxshimisan, tinchlikmi? Balam nimanda xabar bo'ldigansizlar? Nima o balam? Nimanda ig'ir tag'ani ko'tarib keldinglar? Opa, paqlandan birini so'ydirib, silni yesin deb akeldik. Rahmat balam, japa tatmasanlar bo'ladi. Apa, go'sht yesang quvvat bo'ladi, foyda qiladi. Valiga debchi qo'ydim birini so'ydirib olib keldim. Saqlab ye. Balam, ochilaringni chaqir. Cho'ng kichkan maylan kelsin. Bo'lmasa go'sht purab qoladi. Ma'qul apa. Tezroq kelsin. Vali, uy kirayli. Qani bolalarim, uy kiringlar. Bolam, pat-pat kelib tursanglar. Dada bo'ldi turib qolsizlar. Bek avar bo'lib ketdilar. Bo'lsa bizning uyga kirib bir oy turib kelsa yaxshi bo'ladi. Rahmat bolam. Opanglar o'tgan bu uyni kessam, opanglarning ro'yi qo'rilib qolar, yaxshi bo'lmas. Pat-pat kelib meni yo'qlab turinglar. Tashlab qo'ymanglar. Qayirib qoldim. Ma'qulga, balaga o'qish quroli beringlar. Bo'ldi dada. O'zirgi do'rasizlar. Bolam, ma'qulni ol, yaxshi o'qig'in. Rahmat bova, rahmat. Qizim Malikam, choy damlab bergan bo'lsangiz bo'pti ekan. Dada, xapib qoldingmi? Endi nima bo'lding? Melikamga choy damlab beraying desam, xapib qoldi o'g'ay. Dada, sen bu keliningdan yomonlig'ining yomonlig'in, ochtimig'ingni etib bervasa, kir qotingni yo'yib bervasa, yana nima qitasi bo'ladi, ha? Agar bu keliningni yomon desang, boshqa kelinlarni kelib berib turib kelamsan ya. Biz nima xotirjam turmush kechirgili qo'ygin? Mana choy. Dada, mush mijozingni qachon o'zgartasan? Hammamiz xotirjam turmush kechirsak bo'lmamdi, ha?
baba, çay içiyotamsiz? Kela bolam. O'tir çay iç. Bu quruq çayni kim ichidi? Bugun bayramkan baba, bozorga kirib, kebab yeb, allag'illar o'ynab kelamiz. Teş oynanglar, ha? Apam ko'rinmaydi? Biroq pul so'pti ya menga. Apa! Apo! Mayak kille mayakka. O balam. Bugun ikki apazroq pulamsiz? Voy beray balam, voy beray. Ma, xajab turg'in. Arammi shunimi? Bu atimi xudoning kuni bor emasmi balam? Ala. Ha, mana. Voy. Men mangay. Boldiroq qaytib kelgin ha? Kichik balığımı. Aşındaq jaq pul bergen barmı? Pul degani xajlayman demsan nimaga topadi? Balamni xajlaymikin deb topatimiz. Canım bilan yaman ögünüp qaladı. Keyin boshqaramay qolasizlarmikin? Apa, qandaroq ahvolinglar, yaxshimisizlar? Kechaman keldinglarmi? Ammo tinchlikmi? Qandaroq ahvoling, yaxshimisan? Hajat chiroyliq mashina olibsan. Nima degan chiroyliq mashina? Chiroyliqmikan apa? Rahmat sizlarga. Rangim bo'ldi. Oxir oldik. Qani yuqoriga o'taylik. Qani apa? Jiranglar. Qani istiga. Kirib kirsizlar. Oy. Kaslar. Yuqorisizlar. Qani kechaman keldinglar apa? Xudoga shukr. Ala balam, pranikiya. Rahmat. Qani apa, chay ala. Rahmat bolam. Hada, boshqalarning aqlida so'zlicha qilganini bildingmi? Qaynotasi shuncha ko'p mol dunyo bersinmi? Qaynotasiga yaxshi qaramadi. Xotini bek eskikan deb Vali akamni ayblab Men shundoq gaplarni ko'p anglab ketdim qizim. Bundoq gaplar to'la. Odamni bezor qilib. Sen nima deding apa? Men nima deydim qizim? Qizimni eri boshqursin dedim. Qizimning ko'ngli nimada xush bo'lsa, shuni qilsin. Mashinam ep o'tdan qipti. Endi meni pat-pat yo'qlab keldigan bo'ldi dedim. Hashab obdan debsen, og'zingga navat apa, tasi boplabsan. Xalqning biz bilan nima qari? Pul deganicha ochunda xajlamamdi. Yiliqi qayerdan qo'qib mashinani olamamdiq? Hozirdan o'ynab kuldigan vaqtimiz. Voy hada toza bejam kelsan-ku. Agar men qaynotam shunday muomala qilsam, eri meni urib o'ltiraydi. Sen undaq qilmay. Qaynotang obzora qarg'in. Kiyim-kechaklari kirlishib, judab ketibdi. Erim obdan bo'lgan qaynotang obdandi. Ular odamgachilik qilib qo'ygan. Dadangizning doktorga pamsaqmicha saqiydi. Hada, opam og'rib qoldi. Vali akamlar shikoyat deydi. Voy xudoyim, nim deydigan sen? Vali, tez o'rningizdan turing. Opamning mijozi yo'qkan. Chiqinroq bo'ling, azmini qilmay. Voy tezroq bo'ling. Voy xudoyim. Vali, balam. Men kirib chiqay. O'ynaydigan qayli. Doim shundoq chaqdicha odamni avar qiladi. Bir piyola çay kirib bersan bo'pti. Bizning chedada biz oldiraydik. Jiringlar. Biz mangaylar tezroq. Mangayli. Oy. Aka, nim bo'ldi? Qayerda? Saq yerim yo'q. Hamma yerim og'rib ketyapti. Voy xudoyim. Voy jon. Voy jinim opa. Ne bo'lding? Ha? Naring og'rib ketib bordi opa. Doktor chaqir Xudoyim, odamni qo'rqitmoqda opa. Qanday qilamiz? Hey Vali, o'ltamay doktor chaqirib kiring ha. Gap qilsa o'ltirsiz-ku. Voy.
Oy azmini qilmay chiqib doktor chaqirib kiring davatdiman, tezroq bo'ling. Oy bo'lmamsiz tez. Tezroq saqlayib kestir bo'ladi. Odamni ansirdi. Hada Yusufkan og'rib qopti. Biz bu yerda bo'lgandan keyin Vali akam berib siqarsin. Ahmadjon o'yda yo'qtirsa, Yusufkamga yana bir ish bo'lib qolmasin. Ishingni qila. Sen nimani bilding? O qayerda kimning qari? Opamiz muhim emasmi? Oldla opamga qaraydi. O texcha o'tirsizga bo'lmamsiz tez. Bo'ling-a? Odamning tishiga tegmay. Özemning uyi, özemning makoni. Ballarimni qanotlantirib uchirgan aziz makonim. Reyhan, nemishqa meni tashlab ketdingiz, azizim? Ro'shangul nemishqa kelmaydiganda? Ahmadjon kelamo. Ayoli bechora jiroq bo'lsa-mu, men kerakli narsa keraklarni avatiyotdi. Ballarimni, navrlarimni ko'rgim kelyotdi. Sog' salomat, omon esanmidi? Xudo, shu ballarimni panohingda saqlag'aysan. Yaratgan Alloh egam, ishlarni oson qilg'aysan. Bugün ma'lum bo'lganda, ajab beorom bo'lib ketyapman. Biqinlarim og'riryapti. Bugun kunga men bo'g'aydi. Chorshanbami? Payshanbami? 2 kundan keyin Ahmadjon onlarini kelami? Kelmasmi? Kelgan bo'lsa yaxshi bo'ladi. Tezroq kelsa bo'ladi. Tezroq kelgan bo'lsa. Tezroq kelgan bo'lsa. Tezroq. Kun bo'ldi, Yusufdan ko'rinmaydi-ku. Menmi ko'mdim? Mingla qarab boqayli. Voy, bu darvoza ishlatgan bo'g'a o'xshaydi ichilmig'ili. Men bag'odan orqishga kirib qarab boqay. Suv ichgim kelyapti. Mana opa. Bu zamzam suyi. Opa, nima yegular bor? O'xshagan to'nir ko'pi bo'lsa yesam bo'ldi. To'nir ko'pi? Bu vaqt nereden topaman? Opam akka deganga akkelmamsiz. Ay pulosni nimlarga qilmaydi turasiz. Odam jil qilib. Voy, nima bo'pti? Yusufgan o'lib qopti. Ha? O'lib qopti? Jasadi purab ketibdi. Unda qilmasdi. Bol bolalar xabar qiladi. A'udzu billahi minash shaytonir rojim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim. Maliki yawmiddin iyyaka na'budu va iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina
أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين صدق الله العلي العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين آمين الله أكبر. Aka gap qila. Dadam o'lib ketgan chaqda sen nega bording? Qaynonamnikiga borgandim. Ayolning bosimi sen qilib dadamga qarsang bo'lmamdi. Dadamning o'lib ketishini bilmabdiman. Apam egri keselken. Şehirge davalat qilib apağın. Bizimle apı lazım tursa. Bizga dada lozim emasmikan? Özünüzle oylayacakkensiz go. Sizni o'zingizni o'ylab ketibsiz go. Sizni o'qitdik go. Şehirni o'yatmaganlikkin. Apire baxsiz olmamdi. Men akitay deganda dadam ma'qul degan bo'lsa, haqqasimga dadamni bir kunmi qo'yib qo'ymaydim. Bilishdingmi? Hey, sen mi aka bo'ldingmi? Gap qila. Sen mi dadamning molisigo? Aka deganmi sendek bo'lamdi? Endi gap qila. Boşsa. Hoşça. Vaqt bir yeg berib qoldi bolam. Erta sahar turmusingiz bo'lmaydi. Yetib aramayman. Shuna qiling. Bo'ling. Ondan sonra bana. Hoş yapa. Optan aramaylan, ha? Xudayım emanet. Dostlar, ben sizler desem bu işem demle xotunu koyup vermem. Bu diginim doğru, onu çokum koyup demem. Cırıntım hocalar. Dostlar hoş. Cırınt. Hoş. Ey, ışıkını aç. Ey, ışıkını aç davetime çapsan. Yana aroq ichibsiz-da. Aroq ichibsiz davatsa. Dadim bo'lgandan keyin ichmay qandoq qilaman? Endi aroq ichib kiramsiz? Buni bilamsan. Ticaretde isyan tatkandan keyin bu akanı qışıq berib pul ekersen bulmamdı, ha? Man qara, dadandan qalğan mirasning hammini akan yeyib olamdı, ha? Bizi qilan nimalar ekan bu? Qarab turib bizni bo'zga qilib o'tdi. Qandoqlik inson qilib sen pul etga, o'sha qiyin o'tgandan o'tib olma. Erta tanıtış bilan yo'lga chiqqan. Aka. Ha. Tinchlikmi? Ha, tinchlik qol. Tinchkapsiz. Bir ishlar bilan kelganmidingiz? Bu qatim tijoratda ozroq ziyon tatib qolgan. Ozroq pul berib turgan bo'lsangiz. Bu pulni dadamning nazariga ishlatib o'tibganmiz. Uyda pul qolmadi. Bog'dagi mevalarni sotdingiz. Qiyinchilik tatmagan bo'lsam, oldingizga pul so'rab kelmagan bo'lardim. Dadamning kirpigiga top basmay turib, men bilan miros talashqil keldingizmi? Neçə gün oldu sizlə görüşümüz. Bugün bəkləm çıraqdı. Şundaqmı? Şundaq olmamdıqan. Oy. Oy, toxta. Toxta. Oy, toxta. Boldum. Toxta. Toxta.
Mehman geldi. Efendi, yanbaşınız lazım mı? Agar bir narsa kerak bo'lsa, mana sizni chaqiramiz. Meni behni so'ratib atmaz. Kechiring, qani. Sayinligin, hamisha. Sizni bunday kun hargiz saqlaqmayman. Hendanga, xotinni bu qachon qo'yibsiz? Aldırmay turing. Bu xotinim maras qo'lim tushgan hamon uni qo'yib o'taman. Qachongacha mushunda yurimiz? Maqara. Bu mening sizga atab ekangan ko'nglim. Bu sovg'imni qabul qiling. Chiroylikkan. Keyin yana ap berasiz. Rahmat. Voy Tumochoq, sizga aytmay kimga beraman? Maqara, bu yana manzarasi nimaga chiroyli, ha? Lekin davni qo'yapsizlar chiqib. Maqara, men ish pishirib buyuk bo'lgandan keyin ikkimiz birga yashaymiz. Mana ishinim. Bo'lamdi. Voy Tumochoq, siz bilan yashamay kim bilan yashayman, ha? Mana ishinim. Mana. Janob. Keldingmi? O'tira. Bir qo'l kepsan-ku, ha? Dadam hayot vaqtida akalarim anda yaxshi, ot-qolarim manda yaxshi deb maqtanayotgan eding-ku, ha? Endi holing nishima, ha? Ayta. Undaqni deb ketmang. Dadam hayot vaqtida bizni ko'p yo'ligan-ku. Yana qanaqa tas bo'ladi? Aç dörttal pulunu pişanım dokulup atamsan, ha? Konular xotun kişinin pulu, çıkmışıda esilgan tokmak okşaydı o degen. Gelsen, çıksan ama beşini tegedi o degen gibi. Raskende, ha? Hata tushunmang. Undaq deganim emas. Ben hata tushundim mi? Ben saran shundaqmi? Mal, chiq yo'qol ko'zimdan. Yo'qol. Akıllarını pul ekersen terliyim. Olmuşsa, bana ölükten su içmem, anladın mı? Dada, sizler soğuşu versem kanda bulundu. Babam öyle jıplap yatıdı mı? Soğuşmaya kanda kılatık, ha? Babamdan kalan mirasının hemini tağan yutuvarsa, babamın ayol kişi edip mirasını vermey, boza gitivarsa, soğuşmaya kanda kılatık, ha? Sen bağı, ulanın evrisi boğandaki. Sen mi berip yetip al? Ulanın kandakından bir körüp bakay. Ha? Kopa! Tula orada. Vay Qasımla. Qanday ahvolingіз? Siz hozir nerede? Ben sizni behmi saqlab ketdim. Ayolingіз qaqil qo'ymadi bu ya. Adam ağır. Kim bilan so'zlashyapsan, ha? Men bo'ldim kari? Qosim degan kim o? Qanday yuzsizmisan? O vijdonsiz. Quloq shiltama gap qilmanga. Endi sen bilan hisoblashaman. Men ep qo'ygan xotining emas. Sen meni xotinimdan, bolaligimdan ayırdın. O buzuq. O o'zing ishi. Meni vayron qilmoqchimi, ha? Kim seni vayron qildi? O'zingni o'zing vayron qilding. Yo'qol ko'zimda. İşini qila qilindi, odam bezor qildi. Acab tugmas qoldi bu ya. Ukam, Melikam bugun opasining uyiga bormoqchi ekan. Siz mushiyalarning hammasini bir chanavatgan bo'lsangiz. Men Melikamni elib opasining uyiga berib kelay. Ben geldim. Keldingmi jinim bolam? Tamak pişti mi? Pishaylab qoldi. Birdam o'tirib turgan. Hozir tayyor bo'ladi.
Qani o'tira. Ukam haraq ichmang. Boshqalar ko'rsa ko'zga ilmaydigan bo'lib qoladi. Amma haraq deganni-chi, ma bizdek ata-onasi bor, 9'u tel odamchiligini nima u? 100 numar balam. Tazi boplading. Jenim apa, cho'ng dadam hayot bo'lgan bo'lsa, o'zingizning bolasi bilan tanishib bundan azor yemagan bo'lardingiz. Ular ajiba haroq ichib maskargan bolasining javobidan xushal bo'lib ketdi. Balam, cho'nglar undoq dema deyishning o'rniga xushal bo'lib kulyapti-da. Tova. Jahonda mushundaqmi ona bor ekan-a? Assalomu alaykum. Voy, kiring aka. Choy damlab beraymi? Bo'ldi. Boya xijil bo'lib yengamni oldi deyanmadim. Nima gapda deyanmagdak? Maktabdan o'qish bo'ldi to'shib ketdi deb bek suylab ketyotdi. Uning ustiga o'g'limni oyog'i yirtib ketibdi. Azroq pul berib turgan bo'lsangiz o'g'limga oyoq atasam bo'pti ekan. Ukam. Menda hozir nada pul bo'ladi? O'tgan siz og'rib qolgandimi, bir muncha pulga davolatdim. Buningizning daftar qilimidan tortib ep beryapman. Menimi o'ylab qo'ysangiz bo'lmamda. Tutulga oyog'ini mozdozga o'ngitib bering. Kichik bola degan oyog'ini yampitib keysami bo'laverdi. Bolaga undaq ko'p pul xashlab o'gitib qo'ysanglar, yomon o'gin bo'ladi. 30 yo'q bolaning tarbiyasiga alayda ahamiyat berish kerak. Endi uni siz o'z mayliga qo'yib beraversangiz bo'lmaydi. Cho'ng bo'lib qoldi. O'rgansin, ishlab pul topsin. Uzum pesh og'zim tishlab turaversa qandoq bo'ladi? Mushnaqa emasmi mana? Odam ikki og'iz gap qilib bo'lguncha ko'zining suyini chiqargan. Meningmi yangingizning oldida azroq yuzim bo'lsin. Bolambek bichora o'p ketdi. Azroq o'sin pul berib turgan bo'lsangiz. O'qituvchi shundoq degan deblar bu gapga eslab olamsiz? Ularning yendan pul chiqmagandan keyin gapni davirdi-da. Pul deb dadisiga dang, dadisi bersin. Bundan keyin bundaq qishloq ishlarga meni avar qilmang. Bundaq qishloq dadisiga bo'lsin. Men ishimni qilib qo'ying. Nimanda qiladigan deb to'stib, birdan to'xtab turing. Ha, nima gapda? Asoningizdan bo'lsa qachon mushay turdi? Mush g'alvidan hajab qutulolmadim. Qachonli qarsam shu gap. Oxir bir kun bo'yi mening deb miros talishidi-ku qachon. Hozir Ro'shangulning ko'ngli perishon desa, bu gaplarni uningga qandoq degili bo'ladi? Helimi sening gapingga kirib, Ahmadjonni bu uydan qo'g'lab chiqarib, oramizga so'g'oqchilik tushdi. Endi Ro'shangulnimi bu uydan qo'g'li desang, Vali, sizcha undaq degan bilan? Ro'shangul atog'in ko'zimizga ko'ztib adim birini akra? Ro'shangul undaq ayollardan emas. Qalayim qanga qilma. Qarab turing Vali, ishongan taqdi keyik yetmabdi degan gap bor. Atog'in ko'rib qolasiz. U degan tex yashtirsa, aytagmak mushlaq o'tayveram-da. Gapni oz qilgin, ishimizni qilayli. Oy, oldimizda o'g'ilni o'stirsa, ularning keyinligini o'ylamasak bo'lmas. Ularni o'ylik o'chaqlik qilamiz. Qo'li beshimni og'ritmay, qandoq qilsang qila, menga. Oxir bir kun pushaymon qilsiz-ku. Bo'ldi qila. Bu bir nimani tezroq ko'zimdan yo'qotdi. Astag'firullah. Nima tursa? Mangmamsa? Xat to'xtab tur. Ko'rimiz xo'tixi. Ukam, pul yo'q deyotganingiz, nimani xarajat qilyapsizlar? Apamdan qolgan zinnatlarimni sotdim. Shuni xarajat qilmasak, qanday qilamiz? Shundan boshqa amal bo'lmasa. Bumi bo'pti-ku ukam. Pul deb mening beshimni og'ritib burilib mushlaq qilsangiz bo'lmamdi. Tinchlikmi? Qani choy iching.
Apam dadamla tushimga to'la kirib qolayotidu. Ularning ro'yi qo'rinib qoldimikin, tushim buzilib turyotidu. Nazar qilsak savob bo'ladi. Voy, nim savob bo'ladi? Aqasini baqan savob ish emasmikan? Tulxuta yetim o'g'ilning beshini silgan ish savob emasmi? Qozon esib oshmaga savob bo'lamda? Ha? Tush deganga nima kirmaydi? Qandoq degan gap bu? Gap qiling a? Oy hamma, baxtlı deysiz. Biz ya tilemçi emas. Boğumuzdan üye bizden uyumuz o. İlimi işlep yavatımız. Apamның dolusundan kaçan ketlen çıkıp baktı. Apamның silahsan hürmet kılmaçta. Apam inan ittifak ötel dese, nime deseniz bulamdı. Dayım silahın bekvatımız. Bekvatımız da yüzümüzü salsanız bulamdı. Ha? Hey, senin ağzın hecep iştik bu fitta. Bu senin hammang cuma. Tek biz bilen dişkidak buldun mu? Rahmetlik boğan silahını mı dadanlağı, ha? Olanı zade isimlağı öp bakınalarını ben bilmeymen, ha? Ola bizninkini qağanda inak ötüla degen o, ha? Hey, bulduk el. Muştumdek durup. Men bilen gapta kallaşıqdak buldun mu? Dadang bakmasa, men baktım o. Kimi sana şunçilik kılalaydı? Dadangdan kelmegen vapa, mendin keldi o. Yine qandaq qıp esen bolattı. Opang tüşkürtü otamda. Biz sendek çağda güp ketmeye çapattık. Helimi sen üzüm peş. Ağzımızı çöğüşlep oltırıverem sen. Hep cümlesini hep. Bo'ldi, jiq gap qilma bolam. Aka, xafa bo'lmang. Bola tex kichik. Hozir hech ishni uqmaydi. Bo'ldi, sen jiq gap qilma. Hech ishlarni tushunmaysan. Ha, jininglarni boqqanlamsizlar? Yaxshig'i, to'ttam eg'ir gapdi-da. Unda qiz quruqda chiqishlamsa, chiqisha. Hey, bo'ldi qa. Qachon otog'ina chiqisha? Hey, yetim o'g'lar chiqaydim men. Sizni boqalayman jurma. Chiqisha. Qandaysan? Ha? Apa men mangdim. Tezroq kelgin-a. Men ansirab qolaman-a. Dadam bilan birga bormoqchi edik bolam. Mashinani haydamasang bo'pti ekan. Ay, meningmi aldirashishim bor apa. Sizlar boshqa amal qilinglar. Bizning oldirishimiz batdi bolam. Ay, mana. Mang. Dadisi, balamizga nim bo'lganda oqshom kamidi. Ansirib kelyaptimi? Öz vaqtida balını yaxshi boshqarayli desam unamaysan. Hozir aroq ichib tap tatmasdan uyga kiradigan bo'ldi. Öz vaqtida dadam balalarga tarbiya qilsa, silk ishlaysan. Endi onunğa tarbiya qilsa, anglamaydigan bo'lib ketdi. Men qaytay. Balig bir ish emas, qapqam tatib turdi. Malika, balon mashindan bir buzdi. Voy xudoyim, nima qilamiz? Bilinglar. Bu bizga nima tatqiliq? Nima ko'gilik? Jinim Vali, balamizni yana bir qatim doktorga apiraylikchi. Qaysi pulga davoltimiz? To'lam to'ladik. Bag'nimiz setvatdik. Bu pulning hammasini mushning ishlatib bo'ldik. Bizde hech nima qolmadi. Pul deganni tepi aqasingning ko'ziga tiqib etmaydigan bo'lsa. Hey go'y, nimani chiqdi? Bo'ldi bolam, jimiya. Nimani? Pulni. Bo'ldi bolam. Bo'l gap qilma. Bitirma jimiya. Qaramda dadisi. Men sizga elchib kelam. Balamni doktorga apiramiz. Ma'qul. Sen kaçıgan pulni başka kaçıgan bo'lsam, bu kamchi ular tilamchib ketadi. Set. Hey. Sen kaçıgandikin vaqt ish qilmamsizmi? Buldu aka buldu. Ben bu qilib kuchayotim. Ben sizning nurg'un pullarini xajlab etdim. Ben uni hargiz bosh qo'yatmayman. Bir amallarni qilib uni cho'qim qilmoqqa o'kdim. Hepkelle to'g'ri etdim. Uni bir amal qilib qilmoqqa o'tinglar. Shu chog'da mening ko'nglim amin topadi.
u men inim mashinasi o'tib umrlik men qilib qo'ydi. U yurgimni qon zardab qilib hasratda qo'ydi. Bunga pul kerak bo'lmangda. Men puli bor. İşini bağlı bitti. Cem mama. Aka qo'y. Qo'sh aka. Qo'sh. Og'inlar birlashib cho'ng savdo qilamiz degan bir plan bor-da. Ha, cho'ng savdo? Shu ozroq pul chiqib va qudanglar bir sherik bo'lolmamsa shunga. Jinob bizmi bo'lganki, jinim adash. Savdoning ishini go bildim adash. Lekin shu pulning ishi sal chataqdir demasmi? Gommada azroq amalni qilmamsa, ha? Topqiningni opasang, yetmaginni men bersam, shuning bilan bu savdo qatnashsang bo'lmadimi deyman? Ha? Ishchi. Belli, jiradash. Men berib pulni amalni qilay. Asta, apa. Ha? Men pul tepasam olmadi dedim apa. Voy, nerdiki pulni berma, jinim balam pulning hammasi tükkan tursa. Mende pul bacakda xajlashni obdan bilsizlar, ha? Voy. Men ish og'rirsam, o'ltirib ketay. Sen uchun men yuragimni oymayman, balam. Dadam qani deyman, dadam. Voy jinim balam. Dadam qani. Baqirma. Dadam nima kelmaydi, dadam nima kelmaydi. Bo'ldi qil balam, shig'lama. Bo'ldi qil. Dada, men pul vergina, dada, pul vergina. Pulingni tat. Men bo'ldi qil, jinim balam. Ha? Bu pulning hammasini so'rab ketgan dada, bizlar pul emas, jondan to'ydim deyman, dada, jondan to'ydim. Pulingni tat. Voyjon. Yana nima Ey, kirib talyon sinab boqmamsa? Omitdan kelib qolsa-mu ajib emas. Alag'ini olganki, tutaman 5 ming ko'yni. O'ynab o'tirsan, menga hisob pussang o'zanga. Rahmat adash. Chataq yo'q. Do'stlikqa yaraysan jimoa. Voy, qaysi ishlar bor? Jira adash. Jira. Qani talyonni bir sinab boqaqini bugun. Ma'qul adash. Sizning gapim ma'qulni olmaysa. Chataq yo'q. Bizga alag'ini tutsaq biz. Shama? Musha adash. Adash, bexatarmi? Ya chataq yo'q, cho'ngmasli yo'q. Tutilib qolmaydi deyman. Yo'q, jira adash. Qani, do'tga. adash. Hisob bo'ldi. Ochildimi? Qaranglar. Keldi. Qanda, yana do'ch qamsa? Turib bo'ldi. Amsang toza keldi. Hisob. Qara. Ochildim. Keldi adash. Dadam oynak, dadam. Omad kelibdi, bo'lsan bor. Sen degan bu mana. Hozir o'ynasan o'g'il adash qilma deganda. Adash, yana mushundaq so'rim bo'lsa, ayt devatgina. Chataq yo'q adash. Jira ishimiz. Jira. Voy, jirgina, mana. Jira. Buncha bola pulni nerdan topding? Pul topdik, pul. Nima ish qilib topding? Voy jinim balam. Qurg'una o'sha pul tepkasami tilovdi apa? Shuni deyman. Balam, men qara, seni obdan bilaman. Burundan tatib qilayotgan ishlaring men obdan ayon. Biror ish chiqarib qo'yamikin deyman. Qanday qilsam pul tepdiman-ku? Menimcha bir planim bor. Og'illar bilan deyishib qo'ydik. Cho'ng bir savdo qilamiz degan apa. Topgan pullarni yig'ib, mush o'ylarning hammasini bir yanglab etaymikin deyman-ku. Shunda qil balam. Obdan o'ylabsan. Sangimi azroq yaxshilik qilay degan, lekin men pul yetmayotdi. Azroq pul yig'ib bersanglar. Obdan o'ylabsan balam. Necha vaqtim bu yan pul topmadi, pulni yo'qotdi deylar. Endi balamiz pul topgandan keyin urug' tuqqanlardan, el ag'inlardan bog'baravallarni qaytirib kelsak bo'larmikin? Boslashdik. Dada, azroq pul tepmagina, ellarni ketmas. Sizlar deganlaridekmi bo'lmas? Men o'zimni qay so'rabmi baqmagandim. Voy, berib amal qilib baqsir bo'ladi-ku. Berib baqsam. O'tmay qo'pslar. Ma'qul. Qandoq degan gap? Berib baqay. Boslar. Opa, bu do'cha, yig' pul topsam, mashindan birini olaman tex. Ha, ma'gibing bo'ladi. Ha, kerak, ma atpaqa. Ataya. Toshman yuragini o'tib ketgani. Yo'q. Shu.
Turbatdi. Ahmet kaçtı. Kaçtı. Hocam. Başını sınaylı bu. Lan. Kını ağıyla. Oynarsa oynaydı kalıp bağ mı? Kalır bırak lan. Geç bol. 50 mingni quturib etgan 10 mingga berib turasan. Kaçan verirse. Bir alamsa. Cho'qim berma. Bak. Eğer bir ansan işi çatakçı mı? Yesen. Oynandı o. Yesen qancha. Mene, hadi. Hadi ata. Şu. Kaçan bir alaysa bunu ne? Lakatımız zorunda erkek vermem ki. İyi, vakaraysan bu. To'xtatib, pulni kesish kerak buni qaydi bo'yicha. Kupa. Kesin lan. Kupa. Bu bizga nima ko'gilik? Shuni Nima da tatqiliq deyman ha? qandoq qilamiz? Hayvon. Voy xudo. Hey. Apa! Bu hayvonni ko'zim ko'misin. Voy bolam, nima bo'lding? Esnime. Bana. Servaz epte. Hay apa. Bu teğiğici öyde oldurupsan go. Ha, shu bolam. Amalini qilamadik. Bolam, qo'ling nima bo'ldi? Kesip etti. Ha? Apa. Ha? El kapının amalını kılamadın mı? Qilamadim bolam. Esta canım apa. Bu pulun amalını kımsak bulmaydı. Hiç bulmasa ma öğlendi olsa mı setim hatırlıyor apa. Onda kımıkılmış. Dadam kını. Dadang uyda yo'q. Nimizda aytding bolam, men izlab biray. Dadam kını deyme. Bu yoqchi Dadam bolam. kını dadam. Uyda yo'q. Ya sen Nimizde konuşma aytding? da vatımı. Ma yerken sen go. Ha? Nima qilmoqchi? Ha, nima qilmoqchi? Çıkar. Qo'yvat meni. Qo'yvat. Gap qila. Qo'yvat meni. Meni Voy qo'yvat. jinim bolam. Bundoq qilma. Sen satmam. Bolam satay. Satay, o'yinini satay. 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 Satay bolam. Meni qo'yvat. O'yinni satay. Qo'yvatga. Bo'ldi qil. Hey, Bo'ldi qil. hayvon. Men amalini qilib biray jinim bolam. Ahli hayvon. Jinim bolam, men amalini qilib biray. Bo'ldi qizim. Bugün o'xshdi polaytib yeyli. Ballarni kep qalamdi o texi. Teştiqmi? Qanday ahvolinglar? Obdan turdinglar. Teshtirdingizmi? Yomon emas. Bolam, nim bo'lding? Chiroying sulg'un turdi-ku. Qopni azroq pul berib turgan bo'lsanglar. Pulning hammasini ishlatib ketganmiz. Yana kelib bir uy deganda chiqimmi bo'lib turdi ekan. O'mi o'zimning nevrasi tursa, pul sizlarga bermay kimga beratdim qizim? Hamma sizning eringizni xel ko'p pul topdi, azroq berib turgan bo'lsangiz. Sizlarning Ahmadjonning turmushi yomon emas-ku. Pulni shuningda so'rsanglar bo'lmamdi. Ahmadjonning turmushi xili yaxshi bo'lgandan keyin shuningdan so'ranglar. Qaynatingizdan qolgan mol dunyo unda qasam tugab ketmagandi. Tova xudoyim, tova. Pulinglar shunda qasam tugab ketdimi? O'z vaqtida Ahmadjon bilan aralashmanglar, miros solishib deb urush qilsamidinglarmi? Ular bilan ziddiyatlashyaptiman, urushibdiman, uydan qovlabdiman. Sizni bachaq muhmoq oldinglar, endi yo'q chaqda. Mushundaqmi gap qilamsizlar?
Bu ukam, bu nima deganingiz? Bolalarınızı özünüz boshqaramay bizdan ko'ramsiz? Bolalarınız tijoratda ziyon tortsa, biz bilan sherikmikan? Bolalarıngizni obdan boshqaramagandan keyin hop bopdi toza. Keldik mi? Düşe şu. Vallahi. Qani aka tushunga. O'zimiz nega kelgan ekan? Mushu. Düşe şu. Mana tez. Bana ey. Sana mushu mana keldi. Turing aka. Acha. Qani kiramlar. Bundan demek ki ha. Lekin yirak bo'lsin. Chiqib berasiz aka. Mana. Ey, mushuncha ular cho'ng ziminga aron mushpulni beramsiz? Ey, og'an qo'shuvchima. Ya adashi. Bo'ldi qila, bo'ldi. Bo'ldi qila, nima o'zing bisola. Bo'ldi. Ya mushpullama shakl bo'ldi. Bo'ldi. O'zing bisola. Bo'za qilamsizmi? Bo'ldi. O'zing tutib ol o'zingni. Ey, Bo'ldi qila. mana yoqqa. Mana. Tez mana. Qiladi. Mushpulla entasini sepini. Qarama, meni bu bo'zgas bo'ladi deydi. Bo'ldi qila. Sen qamadi qil, omutonga qo'ysin ekan mushpulla tasmi sepini nurg'un pul tutib olamiz yana. Bozmuş uyanım qaytib akilmez. Yani kötülük kutimiz yani xatirjam bo'l. Ha? Ayni vaqtda men xilji tutgan go. Onu biz qira. Halim bor go. Onu o'ynayman. Ey, talay mandil deb o'ylamsa, kima? O'ynaymiz. O'ynaymiz. Bir o'ynaymiz. Ha? Mana. Abimizdan Ahmet'e çokum kilo döndü. Çokum üyünü mü qaytırıp oldu bu? Voy jinim bolam, yana o'ynayapsanmi? Tuvatman apa. Yana ustirmasdan bo'lmaydi. Tuvatman dedim go, uyni qaytirib olsam bunaqa qilma. Voy, uyni qaytirib olaman jinim opamga, tuvatman. Qanday qilyapsan, ha? Bizdan turasam qanday ustila? Bo'ldi qila. Bo'ldi qildimi? Yo'qla. Uyni qilsam yo'qla mana. Allah kedim birini. Bana sağ ol. Hayır. Ahmet'im ki fazla ha. Bir ona bak. Acha kartını. Mana hamsi. Kına, mena. Üstü. Ya kene mezak bege 5 bin pul kene. Ha? Mezak bege pul kene. Ha? Qaytıray dedim o sana. Kaçak katursa onu evde. Oyladın çıkar. Hopa, oyladın çık. Hopa. Sen o farda mı atık ya? Yapma nasıl bastı bugün. Hopa. To'xta. 5 bin pulam kene. Voy bolam, nima ish bo'ldi? Oppa. Meni gapimni faqat anglamading. Duruvettim oppa. Duruvettim. Yapmışlar da proza kadar kılma. Ketishgansan. Ya ağzıyla onda kımağlar bizi koğluvettim kadar kılma ağzıyla. Canım dada. Seninden ayrılıp bunda kanı veyran bop ketişimle oylamaptıken ben korktada. Öz vaqtida kepinga kirib, bolalarimga tarbiyani yaxshi qilgan bo'lsam, bu to'g'ri yo'lda mangan, yaxshi odam bo'lgan bo'ladi. Men bu ko'nglimga azor berib, qag'ishimni olmagan bo'lsam, bu xoni vayronchilikni tortmagan bo'lardim bu jinim dada. Men sana 100 kilomayman qo'rqada. Endi men qanday qilay?
Bu elemlerge kandak çınayman canım dada. Canım dada. Bundaq makansız sarson bo'lib yurishimni o'ylab baxmabdi ekanman. Sizning nasablaringizga quloq solmabdi ekanman. Sizni obdan baqamabdi ekanman. Endi siz tutgan bu makan ballari uchib ketgan qush o'zidek cho'ldarib qoldi-ku. Dada, men pul bo'lsa, odam xo'shal-xuram turmush ko'chiralaydi debdi ekanman. Ota-onani razı qilmay, xo'shal-xuram turmush kechirgili bo'lmaydi ekan. Dada, hayat vaqtingizda yurt cho'nlari, ota-onalarni ranjitmanglar. Ularga yaxshi qaranglar. Ularning duosini ilinglar. Dada qag'ishi o'q deb nasat qilsa, nima to'g'ri gap qildig'ando, mening bilan nima ko'rdi debdiman. Siz hayat bo'lgan bo'lsangiz, bunda xonavayron bo'lib ketmasdim, dada. 9 oy, 9 kun qo'saq ko'tarib tuqqan o'g'lim yer bilan yakson qildi-ku. Dada, sizdan ayrilib bir kunmi kulib boqmabdiman, jinim dada. Bo'ldi, turg'in o'rnini. Tur aka. Tur. Dada, o'rnidan turib dada. Jinim aka. Jinim aka. Ularning yatgan yeri jannatda bo'ldi. Nima kechirgan bola? Yo taqa udaqa. O yerim taqa. Jinim taqa. Dadam etman aka. Endisine tirikten keçirip yapmadı. Asli güzel dünya diyen, asli şirin hayat diyen, vayron qilur o'z baxtini. İnson o'zi qon sut emgan